Men haqimda faktlar. Odamlar bilan gaplashayotganda doim kulib gaplashaman va ko'plar buni ahmoqlik deb o'ylaydi. No, prosta men pozitivniy odamman. Lekin ko'chada yurayotganimda juda ham seryozni yuraman va hech kimning ko'ziga, yuziga qaramayman. Ikkinchi ajoyib privichkam bor. Chiroyli odamlarga qarash juda ham yaxshi ko'raman. Chiroyli qizlarga. Ya'ni qanaqa chiroyli kiyim olishsa yoki makiyaj, sochlarni qo'ygan bo'lsa, o'girilib, oxirigacha qarayman va o'ylaymanki, boshqa odamlar ne tushunsa kerak. Qizlarni yaxshi ko'radim deb. No, prosta men chiroyli qizlarga qarash juda ham yaxshi ko'raman va bu meni kayfiyatimni ko'taradi. Men Toshkentda tug'ilganman. Toshkent propiskasi bor. Lekin 3-sinfgacha Qirg'izistonda maktabda o'qiganman. 4-sinfda Toshkentda o'qiganman. Keyin 10 yil Rossiyada yashaganman. Sankt-Peterburg degan shaharda o'qiganman. O'zbek maktabda umuman o'qimaganman. Xonzoda, sen hayoting nimasiz tasavvur qilmaysan deb so'rasanglar, namlantiruvchi kremsiz, chunki yuzim bir pasda qurib ketadi. Ikkinchisi, meni kosmetichkamsiz. Har kuni makiyaj qilsam, meni kayfiyatim zo'r ko'tariladi. O'shaning uchun tush, qoshim bo'yaydigan, gel qosh uchun tonalka, korrektor, kichkina makiyaj bazasi doimo bilan yurish kerak. Hamma joyda o'zim bilan olib yuraman. Keyingi fakt, qo'lim shunaqa singanga o'xshaydi. Bilasizlar, korsetlasini sotaman va klientlarni natijalarini o'qiyotganimda menda 10 sm, 15 sm menga shuncha kilo ketdi deb yozishayotganda o'qib kayfiyatim rosa ko'tariladi. O'shaning uchun ko'p o'zim yozinglar qizlar. Boringlarga shukr. Endi davayt sizlar bilan tanishamiz. Kommentariyaga yozinglar isminglarni, qayerdansizlar. Sizlar bilan juda ham tanishib xohlayman. Men doim podдержка qilib, layklar qo'yib o'tiradigan qizlarga kattakon rahmat. O'zinglar haqida yozinglar faktda. Davayt kommentariyaga tanishamiz.